Yana bir bora hammaga assalomu alaykum. Aziz kompyuter sohasining professional mutaxassislari, 45-Word dasturi bo'yicha amaliyotimizda g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugungi darsimiz oldingilaridan-da yanada qiziqarli bo'ladi. Talablariga binoan bugun ham sizlar bilan Word dasturida mashhur logolarni yasashni o'rganamiz. Tayyor bo'lsalaringiz boshladik. Hurmatli aziz mutaxassislar, 45-Word amaliyot darsida ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandman. Kechagi so'rovnomamizda eng yuqori va eng ko'p ovozni mashhur brend logolarini yasash, ya'ni 39 ta ovoz yig'gan ekan. Shu bo'yicha darsni davom ettiramiz. Avvalambor Google ga kirib olganman. Ko'rib turganlaringizdek, bugun Facebook logosini o'rganamiz. Birinchi Ctrl V bilan rasmni tashlab olaman. Ko'pchilik aytishi mumkin, logoni yasash juda ham oson. Dumaloq shakl va F. Shu F ni qanday qiladi? O'sha joyi qiziq. Avvalambor vstavka bo'limi, figura bo'limi, dumaloq shaklni chaqirib olaman. Shift bilan chizib va bunga rang beramiz. Mishkani o'ng tarafi zaryadkadan taxminan mana shunaqangi rang bo'la qolsin. Ochiq hammasi, ko'k hammasi. Hop, Facebookda rang kodlari ham bor. Google dan qidirsak ham bo'ladi. Endi taxminan mana shu rangni qo'yib ketaman. Buni chetini olib tashlash kerak. Mishkani o'ng tarafi Ctrl net qilamiz va endi F sini yozamiz. Buning uchun vstavka figuradan yozuv maydoni A ni bosib olaman va chizib olaman. Kichkina F harfini yozib, yozuv razmerini quyidagicha kattalashtirsak ham bo'ladi yoki birdaniga 250 qilaman. Boring 300. Va shriftini Baxin shrift qilamiz. Shunga yaqin, Facebookga yaqin shrift va ichini orqa fon rangini oqini olib tashlaymiz. Net zalyevka Ctrl net. Va yozuvda rangini esa A dan oq rang qilib qo'yaman. Va qarabsizki, Facebook tayyor. Ko'rib turganlaringizdek, rangini mana buni qilib qo'ysak yaxshiroq ekan. Va gruppa qilamiz. Format figura, gruppировать, gruppa. Mana Facebookda endi bemalol qimirlatsak bo'ladi. Bu birinchi loyihamiz edi. Endi navbat ikkinchi loyihamizga. Ikkinchi loyihamiz sizlar bilan Bluetooth logo. Kartinkaga o'taman. Mana. Demak, Bluetooth'da ixtiyoriy bittasini olamiz. Mishkani o'ng tarafi kopировать. Ctrl V. Demak, shift bilan kichiktirib olaman. Xo'p, buni qanday yasaymiz? Buni yasash ham juda ham oson. Birinchi vstavka figuradan quyidagi shaklni tanlab olamiz va ana bunaqangi chizib, orqa fon shaklini esa mana bu sar nuqtani tanlagan holatda keltirib olamiz. Mana. Bo'ldi. Ana endi ichidagi uchburchak shakli bilan qilamiz. Buning uchun bizga vstavka bo'limi, figura bo'limi, o'sha shakl kerak bo'ladi. Shift ushlab chizib olaman. Sal tashqariga qo'yaylik. Ichini rangini olib tashlayman, net qilaman va chetini rangini oq qilaman. Ko'rinmay qoldi, qog'oz rangi oq bo'lgani uchun buni burib olaman va buni qalinlashtirishim kerak. Mishkani o'ng tarafi konturdan, talshinadan другой kiraman va quyidagicha o'yin ochiladi. Bu yerdan shirinaga kiramanda razmerini qalinlashtiraman. Hop, ko'rib turasizlar mana. Mana bo'ladi. Va endi buni salgina qisqaroq qilamiz mana bunaqangi va pastga qarab tortamiz. Hoppa. Mana shunaqa holatda bo'lishi uchun sal bizniki kattaroq chiqyapti. Buni Ctrl bilan ikkita tortaman. Ko'rib turibsizlarki, Bluetooth salkam tayyor va ikkita orqasidagi dumchasini qo'ysak bo'ldi. Buni uchun vstavka figura to'g'ri shakli va chizib olamiz. Mishkani o'ng tarafi
ichiga rang beramiz, chetini olib tashlaymiz. Net kontur. Mana. Va buni bundaqasiga aylantirib, mana bunga parallel qilishimiz kerak. Ustiga olib kelamizda moslashtiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bo'ldi. Yaqindan ko'rganimiz yanada yaxshiroq. Kontrol bilan mishkani g'ildirakchasini aylantiramiz. Mana. Hop. Hoppa. Menimcha yomon emas. Endi shu ketishda mana bu yerga qo'yamiz va buni kontrol bilan tortib ikkita qilaman. Xuddi shunaqangi qarama-qarshi yo'nalishga burish uchun format figuradan povernutdan eng oxirdagisini tanlayman. Ya'ni shuni teskarisini bizga qo'yib beradi. Mana. Azizlar, Bluetooth ham tayyor. Buni gruppa qilamiz. 1, 2, 3, 4 va 5. Format figura, gruppировать, gruppa. Mana. Bluetooth logosi ham tappa tayyor. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan Facebook va Bluetooth logolarini tayyorlashni o'rgandik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, bugungi loyiha ham hamma uchun tushunarli va foydali bo'ldi. Albatta sizlardan maksimal videoga like, kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlashlaringizni kutib qolamiz va yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'lingizlar.